Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shashliklarimiz pishyapti. Zo'rlaridan biri. To'g'riga qanaqa bular? Nomlari bormi bularning? Bu o'rama jigar, charva o'ralgan. Aha. Zakoniy bo'ladi madada, hali chiqatib bo'lmaganlardan bor. Aha. Keyin mana avashnoy bor. Kartoshka dumba, keyin shereji bor. Qolgan avashnoylarda. Aha. Keyin o'rdeniki bor, yangilik. Qovurg'aligimiz bor. Qo'y go'shtim, qo'y qo'zg'a. Qovurg'a, qo'y go'shi. Aha. Va dumbaning o'zi bor, jizda. Tovuq, yangicha marinad bilan. Hech qanday bo'lmagan marinaddan qilingan. Nomi rulet. Rulet bunaqa go'shti nimadan go'shti? Mol go'shidan. Mol Go'shi va dumbanda charva qilmaymiz ruletga. Aha. Moljas. Qo'y dumbalari qo'yilgan. Molni go'shtini orasiga yog'ini dumba qo'yasizlar, sizlar? Ha, ha. Alloh baraka bersin, mana shunday shashliklarimiz bor. Hammalarni taklif qilamiz. Axlatlik kafesiga kelishtirilgan holatda juda ham povurlarimiz, ajoyib povurlarimiz bor. Bu uzun territoriyasi takrorlanmagan shashlikni marinirovkalarida gap ko'p ishadi. Bu sohani egasi qilaversin. Faqat syomka qilib shu povurlarda aytgan gapini qilib olamiz xolos.